Suyuq oltin, moloziva va birinchi ko'krakka qo'yishlar. Ehtimol hayron qolasiz, lekin laktatsiya hali homiladorlik paytida boshlanadi. Sut bezlari kattalashadi va gormonlar ta'siri ostida 3-trimestrda ularda birinchi sut, ya'ni moloziva shakllana boshlaydi. Ba'zi bo'lajak onalar hatto ko'krak uchidan biroz ajranmalarni ham sezishlari mumkin. Tug'ruq paytida moloziva ko'krakdan yanada faol ajraladi va chaqaloq uni hayotining ilk daqiqalaridanoq emishi mumkin. Moloziva oz miqdorda ishlab chiqariladi. U sarg'ish, quyuq va yopishqoq bo'ladi hamda tarkibida chaqaloq uchun eng muhim bo'lgan immun tanachalari va boshqa moddalar juda yuqori konsentratsiyada bo'ladi. Shuning uchun uni suyuq oltin deb atashadi. Birinchi kunlarda bolaga ko'p ovqat kerak emas. Organizm va oshqozon hali ovqatni ozlashtirishga tayyorlanmoqda. U ko'krakka juda tez-tez qo'yilishi mumkin. Oz-ozdan moloziva oladi va yangi dunyoga moslashadi. Masalan, birinchi kuni chaqaloqning oshqozoni atigi 5-7 ml sig'diradi. Shuning uchun u och qolibdi yoki sizda sut yo'q deb xavotirlanmang. U mavjud. Va u aynan bolaga kerakli miqdor va sifatda mavjud. Onaga aynan shu kunlarda mashq qilish, yangi tug'ilgan chaqaloqni ko'krakka qo'yish, turli holatlarni o'rganish, bola uxlaganda dam olish va unga ovqat yetmayapti deb xavotirlanmaslik muhim. Ayniqsa shifokor tavsiyasiz unga aralashma berishga harakat qilish kerak emas. Agar chaqalogingizni tug'ruqdan keyin 1 soat yoki 2 soat ichida ko'krakka qo'yishgan bo'lsa, bu juda yaxshi. Bu oltin standart hisoblanadi va muvaffaqiyatli emizish imkoniyatini oshiradi. Ammo agar bu sizga yordam bermasa, bu muammo emas. Imkoniyat paydo bo'lishi bilan chaqaloqni imkon qadar tez-tez ko'krakka qo'ying, uni og'zingizga teri-teriga qo'ying va albatta hammasi yaxshi bo'ladi.